Voy. Ne yo'lda bu? Assalomu alaykum, hurmatli trakchilik proyektini obunachilari. Efirda esa Tupoy bo'lmanglar ko'rsatuvini ikkinchi qismi. Birinchi qismi ko'pchiligi ma'qul kelibdi. Ko'p boladan biz har xil videolar oldik. Minnatdorchilik bildiramiz va hozir shu videolarni sizlar bilan birga ko'rib, o'z izohimizni berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga. Umid etib o'tgandek, bu Tupoy bo'lmanglar rubrikasining ikkinchi qismi. Endi birinchi qismi to'g'risini aytsam, o'zim keyin o'tirib ko'rganimda, prinsipi ko'p so'kinvoramiz. Shu narsani zametить qilishimiz kerak, inobatga olishimiz kerak. Bundan buyog'iga maksimalniy video olishga harakat qilamiz. Rahmat. O'zimiz og'aynilarimiz, boshqa kompaniyada ishlaydigan bolalar ko'p video tashlab berishdi bizga. Orasidan shu 4 ta 5 tasini biza randomni tanlab hozir ko'rib chiqamiz. Endi men bitta ko'z yugurtirib chiqdim, unaqa reaksiya bildirganim yo'q. O'shanga hozir Jalol bilan birga bir ko'rib chiqamiz. Agar yoqadigan bo'lsa, kommentariyda izohlarni qoldiringlar va bu ideyalar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar sizlarda ham qiziqarli videolar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketadigan bo'lsanglar yoki o'zimiz официальный Telegram, Instagramga ссылкасini tashlab yuborsanglar bo'ladi. Тогда давайте начнем, да? Давайте будем начинать. Будем посмотреть. Birinchisi xo'p. Но он проветривает. Ana agar qanaqadir musor yuk olib ketgan bo'lsa, agar ichini yuvgan bo'lsa, qurityapti. Lekin Не, тут тупой драйвер. 100% тупой драйвер. Просто qotirilmagan ham, даже bakoyda ham ko'rmayapti. И скорее всего, bular ham baribir signal berayotgandir. Mana sekin chetga otdi, lekin juda xavfli holat bu. Nimaga? Chunki eshik hozir kimdirga urilib, sinib uchib ketsa, baxtsiz hodisa ro'y berib, kimdir серьезный travma, ya'ni jarohat olishi mumkin bunaqa. Olmasa ham injury claim keladi-da. Hozir neday bo'lib birontasini urib yuboradigan bo'lsak, зависимости от штата, bu тоже mana injury claim и kompaniya will end up $50,000-$60,000 to'lab. Bu yoqda 100% driver tupoyligi. Yana bitta narsani bu yoqda aytib o'tish kerak. Buni oldini olish uchun update bilan fleet yaxshilab tekshirish kerak shu narsalarni. Loklari, ya'ni qotiriladigan, qulflanadigan joylari hammasi ishlayaptimi, yopilyaptimi, hinjlari hech qanaqa sinmaganmi, shu narsaga e'tiborliroq bo'lish kerak. Endi gap bu yerda e'tibor berishda emas, просто bu yerda driver реальный bor. Masalan, скорее я вижу там трейлер пустой. Не, он, скорее всего, он приехал, он взял трейлер и такой, я поехал. Не, manimcha bu, скорее всего, o'sha loadout trailer men bilmadim. Bu, скорее, mana videoda endi zo'r ko'rinyapti, скорее всего, этот empty trailer olib ketyapti, hozir live yukka ketyapti. Endi driver tupoy, так что birinchi videoda driver 100% tupoy. Atak so'kmaymiz deganingdek. Hop, keyingi videoni. 70. Ketyapti скоростьda. Mayli. Не, ничего. Молодец, конечно, driver vaqtida. Pickup. Da, pickupdagi driver 100% tupoy. No, driver молодец, o'z mahoratini ko'rsatib, обочинаga olishga ulgurdi. Не, тут даже masalan driver ham o'zi ham unaqa zo'r emas, chunki mana o'ng tarafida trafikda bu birinchidan tez ketyapti. Это, во-первых, bu driver ham o'zi ham reckless driving qilyapti deb o'ylayman, chunki bunaqa road conditionda driverlar 30-35, точнее 30-40 orasida haydash kerak в целом. Undan tashqari chap polosada ketyapti, lane restriction beradi. Ya'ni moving violation beradi. Bunga lane restriction ko'p shtatlarda chap polosada, eng chapki polosada traklarga yurish taqiqlanadi. Знаешь, я еще пересмотрю, да? Такой вот, издали вот сначала смотри, пикап трак что делает. Мне налево. Он с третьей полосы налево. Реально вару. Круто поверните налево. Shag'ir berdi o'zi ham. Yaxshi, ikkinchi videoga o'tamiz. Endi bu yoqda driver tupoy ham deb bo'lmaydi. Situatsiyadan chiqib ketdi, lekin haydashi to'g'ri deb o'ylamaymiz biz ham. Так что baribir aksident bo'ladigan bo'lsa, baribir driverga, mana truck driverga violation berardi. Chunki bu siz aytganingizdek lane restriction и этот
I mean, failing to keep safe speed, потому что он бунаqa qanunda road construction, может авария там Короче, спереди, пробкада но он не mos должен был ketayotgan. так ехать, по Da, факту. to'g'ri. Xo'p, keyingisiga ishgal. Не, почему-то я не удивлен. Yo'q, bita bilan yugurib chiqdi. Этот bu reklama emas, lekin Telegramda bitta gruppa bor. Yomon driverlarni informatsiyasini chiqarishadi bolalar. Spam Молодцы, drivers. spam drivers. Biz ham baribir driver ba'zida o'tganimiz o'shga qaraymiz. И по статистике, Umid, сколько процентов там водителей? Не белый, да? Да. Ko'p. We don't want to be racist. Мы не хотим быть расистами, расист bo'lmoqchi emasmiz. Lekin Ko'pchiligi 10 tadan 9 tasi oq bo'lmaydi. O'sha gruppadagi driverlar. No, bolalar молодцы, zo'r ish qilyapsizlar, rahmat. Bu yerda endi videoga qaytadigan bo'lsak, endi nima bo'lishi mumkin? Haydovchi chiqib bita bilan birga bir urushyapti deb bu bilan hozir. Yo'q, mayli. Endi buni ham tushunsa bo'ladi. Xudo biladi, mana oq tagida qo'lida balki pichoqdir, mana akrobat bo'lib ketdi hozir. Yo'q. не он хорошо доджит. Yo'q, lekin yaxshi. Endi ты бы вышел один на один? С черным? Не, вообще в целом. Трактор. Нет, зачем? Это в Америке. Ну, например, смотри, будто hozir aytaylik, Агайо maqatdir, aytaylik, Alabama, Georgia, я не знаю. Agar mama qorada mama truck driverda pistoleti bo'lsa-chi, оружияsi bo'lsa-chi. Ну, зачем? To'g'ri. To'g'rimi? Masalan, даже новостlarda ham eshitamiz, ba'zida bo'ladi, то что, kimdir uyga vzlom qilib kirayotganda egasi otib tashlaydi, и потом то что он bu как самооборонада hisoblanadi. Bu yerda, ya'ni bu yerda driver endi ja tushib urishish kerak deb o'ylamayman. Endi bilmadim nima bo'lganini baribir biz ko'rganimiz yo'q. Biz faqat o'sha bitta проход в ноги o'xshamadi. Проход в ноги o'xshamadi. Take down defense yaxshi ekan mana qorada. Hop, asosiysi mana shunaqa konfliktli situatsiyalarni gapni hal qilishga harakat qilish kerak. Nafaqat trakchilarga tegishli bo'lmas. Menga boru Mourinyoning gapi esimga tushib ketdi. Aytadi-yu, mana Eto is injured, yo injured deydi. Bitta kimdir Drogba что ли у него будет? Balotelli у него будет. If they will provocate you, no reaction. If referee gives something, whatever, no reaction. Bir minutdan keyin sariq ikkinchi qizilma chiqib ketadi. I spent 14 minutes talking to Mario deydi. Да. Ya, lekin bu yerda ikkalasi to'poy. Не, тут oba debiloidy, to bilmadim. Urishish kerak emas. Gapni hal qilish kerak. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu haydovchi akalarimizga baribir tegishli bo'lgan gap. Xudo biladi, erta kunda bittasida pichoq yoki pistolet bo'lib qolsa, endi hamma narsa kutsa bo'ladi bulardan. O'shanga o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xo'p, dальше o'tadigan bo'lsa, xo'p, on стоит. Ne yo'lda bu Yaxshi sochilib ketdi-yu. Trailer. Qanaqasiga bu sig'madi? Stil qara lekin bu yo'q, bu yo'lni bu chetida nimaga turibdi-da? То есть он tarafga обочинада emas. Там бы он не встал бы, там места нету. To'g'ri bu gap. Bu dальше tushib olish kerak. Yo'q, lekin обочинаga chiqqan mana polosa ketyapti. Sari bu mana trak Argon qilayotganini ko'rmaganman. Yoki trailer orqasi bilmadim, tekshirib turgan. Xudo biladi. No, bitta narsani aytaman. Mana shu video olinayotgan trak haydovchisida ayb yo'q, chunki yo'ldan chetga chiqqan. Dalshi chetga chiqadigan bo'lsa, уже tiqilib qolish ehtimoli bor edi loy. Смотри, тут тоже 100% ayb yo'q deyolmaysiz. Birinchidan, triangle qo'yilganmi yo'qmi? Hazard lights onmi yo'qmi? Shu narsani ham qarash kerak. To'g'ri. Как бы masalan просто to'xtab olishga ham anisi yo'q. Agar to'g'ri realniy trakida issue bo'lib yurolmayotgan bo'lsa, bunaqa to'xtasa bo'la emergency endi baribir xohlamaydi to'xtaydi. Bu trak qanchadan beri bu yerda turibdi? Как бы reasonlar, как бы if shu narsalar qilinganmi, deb o'ylaydigan bo'lsa, ayb o'zi baribir bunda ham bo'lishi mumkin. Даже mana bitta polosa ko'ryapmiz, bu bitta polosadan chiqqan, bu yo'l по-моему сужается. Но still mana o'zimizda driverda mana bitta aybi bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan, agar trak yurayotgan bo'lganda, agar unaqa edi. Bilmadim. Nima reasonga to'xtagan bilmadim. Agar mechanical reason bo'lmasa, bu yerda to'xtash kerak emas deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki baribir o'ng tarafda lekin videodan kelib chiqib gapiradigan bo'lsa, asosiy ayb baribir urgan trakda bo'lyapti.
Lekin u qanchalik kasoy bo'lishi kerak trakni ko'rmaslik uchun обочинада 20 tonnali trakka endi bilmadim. Dars etardimi, bitta bank borishadi. Keyingi videomizga o'tamiz. Keyingi videomiz yo'q. Yo'q, Ani. Keyingi videoga o'tsak. Xo'p. Bilan chetga chiqib ketyapti. Men buni ko'rdim. Voy. И hali ag'darilib tushardi, по-моему. Подожди, нечто машина urdi mana shu? Bilmadim. Я смотрю, как он скорость едет. Скорости yozilmagan, но даже tormoz ham bosmaganda hozir bu yoqda. Это реально же, да? Это не AI? Yo'q, AI emas bu. По-моему, Mizurida bo'lgan aksidentda. Menimcha uxlab qolgan driver, chunki tormoz ham bosmagan hamda. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ух. Boshli uchta. Minimum bitta odamdan hisoblangan bo'lsa, 7 ta, как minimum ikkita odam fatality bo'ladi. Da, ikkita odam vafot etgan bo'lishi mumkin. Bu yoqda 100%. Ну, тут да, 100% driver. Тут дал, ну смотри. Потом keyin rasmini videoda chiqqani edi. Tormoz ham bosmagan, bir 70 ta kirib ketgan hozir shu turgan mashinalarga. Endi baribir ularni ham oilasi bor, bola chaqasi bor. Biroq bu yerda bu driver emas. Bu это, не знаю, опасность для общества. Я, конечно, не хотел материться, и даже o'zbekcha ham gapirmay qo'ydim, ruschaga o'tib ketdim, потому что bunaqa тупой driverlarni ko'rgandan keyin вот реально ishlagingiz ham kelmaydi, to'g'rimi? Ну, вообще в целом mana nima edi, bizga zakonlarni, regulationslarni qattiqlashi mana shunaqa bir individuallarnida bo'ladi-da. Masalan, baribir o'sha ELDlarni hozir qattiq tekshiryapti yana. Masalan, hozir yaqinda ham bir ikkita rumors bor, eshitdik, o'qidik, to что MC sotish qiyin bo'lib qoladi. Masalan, Amazon ELDni tekshiryapti. Amazon masalan GBHand ham ishlaydiganimizda masalan performansga rasa qarayapti, to'g'rimi? CSS skorligiga qarayapti. Baribir mana mana iploslarni deb по факту to'g'ri ishlayman, normalniy trackvoy kompaniya urg'izaman deganlar ham ancha qiynalyapti. Taxminan necha yilga kirib ketdi hozir bu? Пожизненно, да? Buni osish kerak. Да, shtatiga qarab, кстати, либо пожизненно, либо смертный казнь. Ну, смертный казнь bilmadim, uni pожизненно kesilib ketishi 100%. И kompaniya точно yopiladi bu yerda, bankrotство, insurance buni просто cover qilmaydi. Да. Так что bu просто 100% approved до dня, mana shu driver bo'ladi. Вот. Sertifikat chiqarib beramiz. Кстати, можем сертификат сделать. Да. Тупой, не тупой. Of the day. Yo, bol. Unable. Voy. Bol. Xo'sh, bugungi mana shu xulosa qanaqa bo'ladi? Umid shundan gaplashaylik. Bu safar menimcha bitta approved driver bo'ldi. Bir tom to'shda o'sha ham olib qochishga ulgurgani uchun. Tag'in ham hamma videolarni ko'rmadik, balki ichidan yana bundan battari chiqadi. Bizani asabimizni asramas ekansizlar, juda yaxshi videolarni ko'rdik. Sizlarga kattakon rahmat videolar uchun. Asosiy xulosaga kelib chiqadigan bo'lsak, tupoy bo'lmaylar deymiz. Bo'ldi. Shu ishinglarni bilib qilsanglar, bunaqa baxtsiz hodisalar yoki mana shunaqa voqealar sodir bo'lmaydi. В целом, 5 ta video ko'rib chiqdik, to'g'risini aytsam, hozir mazza qilib ovqatlanaman deb o'ylayotgandim. Ko'z yugurtirganing shunaqa bo'ladigan bo'lsa, keyingi safar birov bir ChatGPTga tashlab keyin video tanlaydi. Xo'p, tekshirib tanlab olaman. В принципе-da, endi bilmadim, bunaqa haydovchilar bilan ishlagan kompaniyalarga okelasizlar. Niski poklon. Sabr, omad, ishinglarga rivoj, rekruter bolalarni bilmadim. Qattiqroq qaraysizlarmi? No, bunaqa driver bilan ishlash это просто самоубийство. Вот. В целом, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan tupoy bo'lmaylarning ikkinchi soni bo'ldi. Biz keyinchalik yana bundan ham qiziqarli videolar umid agar topadigan bo'lsa, o'zi o'shanda bir более веселый, pozitivniy notada o'tkazishga harakat qilamiz. No, bugunga shu reaksiyalarni, layklarni ayamanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Rahmat. Qimmatbaho vaqtinglarni ayamasdan mana shu videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tupoy bo'lmaylar ko'rsatuvini keyingi sonda ko'rishguncha, xayr, like, podpiska, kommentariy kutib olamiz.